Uyghur Abdunum rayonluq partikomining sekretari Chin Chuangoning chağında Sharqi Turkistondagi millatlarning o'zaro yo'g'rilib ketishi va rayonda atalmish Junxo madaniyatini betish turini alohida ta'kidlashi diqqat qo'zg'adi. Xitoycha tangirtoq to'g'rida tarqalgan xabardan ma'lum bo'lishicha, Chin Chuango 18 fevral kuni Uyghur Abdunum rayonluq partiya komitetining kengaytirilgan yig'inini chaqirib, Uyghur elining buningdan keyingi xizmatlarini o'rinlashtirgan. O shu kundagi so'zida millatlarning o'zaro yo'g'irilishi va atalmish Xinjiangning madaniyatini betish turini kuchaytirib yo'lga qo'yishini alohida ta'kidlagan. Chet ellardagi kuzatuvchilar Xitoy doiralarining bu planini ochiq-oshkora madaniyat qirg'inchiligi yurgizish hamda Uyg'urlarni assimilyatsiya qilib yo'qotish urinishidir deb qaramoqda. Chin Chuango shu kundagi yig'inda monolarni ta'kidlagan. Millatlar ittifoqlashib bir oila kishilardek bo'lishi, har qaysi millatlarning o'zaro aralashishi va yo'g'rilishini yanada kuchaytirish kerak. Junxo millati o'rtaq gavdasi engini turg'izish, madaniyat orqali Xinjiangni betish turini kuchaytirib yo'lga qo'yish kerak. Dinni sotsialistik jamiyatga moslashtirishga faol yetaklash kerak. Angliya Tashqi ishlar ministri Dominic Raab Xitoyning Sharqi Turkistondagi yig'ilish lagerlarida keng ko'lamlik va sistemalik kishilik huquq dafsandichiligining yuz berganligini ogohlantirib, Birlashgan Davlatlar Tashkilotini darhol rayonga tekshiruvchi avatishni talab qiladi. Pul muomala vaqt kesining xabariga qaraganda, Raab bugun, ya'ni 22 fevral, Birlashgan Davlatlar Tashkiloti kishilik huquq kengashida nutq so'zlab, Xitoy, Birma, Belorussiya va Rossiyadagi kishilik huquq dafsandichiligini hal qilishni talab qiladi. Bo'libmi Birlashgan Davlatlar Tashkiloti kishilik huquq oliy komissarining Xitoyning tutib turish lagerlariga qarata tekshirishni boshlashi kerakligini ta'kidlaydi. Xabarda mundaq deyilgan: Raab Uyg'ur diyoridagi vaziyatning qabul qilishga bo'ladigan chekdan eshib ketganligini, qiyin qistoq, majburiy emgak va majburiy tug'maslik qatorliq nurg'un qilmishlarni o'z ichiga olgan ig'ir va sistemalik kishilik huquqi dafsandichiligining yuz berayotganligini aytadi. Himalaya tog'idagi chegara mojarosi yuz bergan Ladakh rayonidagi Xitoy va Hindiston askarlarining chekinish musofasi oxirlashgan. Hindiston vaqt kesini xabariga qaraganda, Hindiston va Xitoy davlat mudofaa ministrligining birlashma bayonotida ikki tarafning harbiy qismlarining Pangok ko'lidan chekinishi o'ngishli tamomlanganligi o'tirg'a qo'yilgan. Bayonotda bu harakat boshqa talash-tortishlarni hal qilishdagi muhim qadam deb tasvirlandi. Taraflarning aloqa va dialogni saqlab qolish, vaziyatni muqimlashtirish va o'zaro qabul qilishga bo'ladigan boshqa masalalarni hal qilishga qo'shilganligi ko'rsatildi. Amerikaning qo'lga ilingan fuqarolari uchun Shveysariya orqali Eron bilan aloqalashganligini bildirdi. Aqsaray davlat bexatarlik maslahatchisi Jackie Sullivan Eronda qamalgan amerikaliklarni qutqizish to'g'risida Tehron bilan aloqalashadiganligini e'lon qildi. Amerika davlat bexatarlik maslahatchisi yana o'zlarining Eronning yadro qurolligiga erishishining oldin olish qarorida chang turadiganligini qo'shib qo'ydi. Bayden hukumati Eron bilan yadro kelishimining qaytadan yo'lga qo'yilishi uchun suhbat boshlashga tayyor ekanligini e'lon qildi. Rossiyada o'qituvchi Navalniyga berilgan qamoq jazosi norozilik arzi sud tarafidan tasdiqlandi. Oldingi oyda Germaniyadan Rossiyaga qaytib kelgan Navalniy shartlik qo'yib berish shartiga xiloflik qilganligi uchun turmaga tashlangan. Rossiyaning poytaxti Moskvadan norozilik arzi sudi Kreml sarayining raqibi Aleksey Navalniyga 2 fevral berilgan qamoq jazosini saqlab qoldi. Shuning bilan birga Navalniyning nazarband qilingan vaqtini o'ylashib, norozilik arzi sudi uning jazo muddatini 2 yil 8 oyga qisqartgan. Buningga qarata Yevropa Ittifoqi Rossiyaga qaratgan jazosini kengaytirishga tayyorlik qilmoqda.